Assalomu alaykum gulsevarlar. Mana yana bizga yangi gullar keldi. Mana o'zimizni sevimli gulimizga aylangan fikus gullar, qora shahzodani va yangi sortlari. Oq bargligi, qizil bargligi. Yana hammasi bir-biridan chiroyli. Barglari ham katta-katta. Sifati yaxshi. Tuvakligi ekilgan, tayyor. Buni qirqib, shoxlatib, chiroyli qilib o'stirsalaring, hovlalaringni ko'rki bo'lib turadi. Arvokariya archalarimiz bor. Bundan 2 dona qoldi. Xona archasi yozda tashqarida turadi, qishda xonaga olib kirib ketiladi. 24 soat o'zidan kislorod chiqaradi. Inson sog'ligi uchun juda foydali. Stand up tuz gullarimiz bor. Mana sevimli gullarimdan biri. Endi gul boqishda boshlagan opa-singillarimiz ham bemalol qo'rqmasdan olib o'stirishsa bo'laveradi. Bu chiroyli bo'lib pastga osilib o'sadi. Xohishlaringga qarab o'stirasizlar. Xohlab pastga osiltirib, chiroyli qilib ilib qo'yib o'stirsalaring ham bo'laveradi. Oporalariga chiqarib, tepaga qaratib o'stirsalaring ham har ikki holatda ham juda ham chiroyli bo'lib o'sadi. Xonadonlaringni ko'rki bo'lib, ko'zlaringga quvonch bag'ishlaydi. Ko'zlaringni quvnatadi, qalblaringga quvonch bag'ishlaydi. Mana trendga chiqqan kameliya gulimiz. Mana g'unchalari g'uch g'uncha. Mana ochilyapti bu. Rosa ham chiroyli bo'lib, atirgulga o'xshab ochiladi. Suvdan qo'ymasalaring, chiroyli bo'lib o'sib, ko'zlaringni quvontirib, dillaringni yayratadigan gul, kameliya guli. Hozir ko'pchilikda xonadonida bor, ko'pchilik olib o'stirishyapti. Suvdan qo'ymasalaring, ochilib, chiroyli bo'lib, o'sishlari ham yaxshi. Bunaqa suvni sevadi, salqin joyda turadi. Juda ham injiq gulmas. Mana geran gullarimiz. Bir-biridan chiroyli, go'zal. Ko'pchilikda xonadonida bor, lekin bular sortavoy geranlar, sortli. Mana bir-biridan chiroyli, har xil ranglari bor. Shunaqa go'zalliklar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Manzilimiz Bag'dod tumani, Qashqaramaki qishlog'i. Mana shunaqa chiroyli gullar bor yana. Bungveliya bunoti, bungveliya arab atirguli deyiladi. Juda ham chiroyli gul. O'zimning sevimli gullarimdan bu ham. Quyoshda yaxshi ko'radi. Quyoshga qo'ysalaring to'xtamay ochiladi. Bitta ochilgan guli 2 oy turadi. Gulini to'kib, yana gullaveradi. O'sishlari yaxshi, beor gul. Buni har xil ranglari bor. Sabzi rangi bor. Oq rangi bor. Pushti ranglari bor. Bu gallant sortlari. Kimga shunaqa gullar kerak bo'lsa, xonadonimizga tashrif buyursalaring, tanlab, ko'rib, yoqqanini olib ketasizlar. Kimga qanaqa gul kerak bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Sifatli, arzon
va chiroyli gullarni yetkazib beramiz, Xudo xohlasa, inshaalloh.